Bu dunyodagi eng qo'riqlanadigan tijorat binosi. Bu yerda -2 etajda seyflarning ichida 100 million AQSh dollardan qimmat olmoslar joylashgan. Va tasavvur qiling, siz ularni o'marishga qaror qildingiz. Sizni 60 tadan ortiq 24 ga 7 kuzatadigan kameralar kutib turibdi. Mashinaga hududga kirish yo'llari axranalar bilan yopiq. Binoning ichida esa xavfsizlik xizmatlari va albatta kameralar joylashgan. Olmoslar joylashgan zaxira omborini 30 santimetrlik eshik yopib turadi. Zaxiraning ichida esa noodatiy signalizatsiyalar joylashgan. Yorug'lik sensori, harakatlanish sensori, vibratsiya sensori va termal sensori bor. Va agar siz qandaydir usul bilan olmoslar omboriga kirib qolsangiz, u yerdan iz qoldirmasdan chiqib keta olmaysiz. Siz bildirmasdan binoni, shaharni va davlatni tark etishingiz kerak va bu nazariy tarafdan ham mumkin emasga o'xshaydi. Lekin 18 yil oldin 50 yoshlik italiyalik o'g'ri o'z jamoasi bilan bu o'g'irlikni bajaradi. U qilgan ishni boshqa odamlar mumkin emas deb hisoblashardi va uni ishidan keyin u 21-asrning eng muhim o'g'irligi deyishadi. 50 yoshlik italiyalik o'g'ri 100 million dollardan qimmatroq olmoslarni shvabra, pinoplast va tirnoqga surtiladigan lak ishlatib o'g'irlagan. Bu videoda men sizlarga tarixdagi eng ko'p olmos o'g'irlangan voqeasi haqida va uni detallari haqida aytib beraman. Qanday qilib o'g'rilar dunyodagi eng himoyalangan omborni, eng himoyalangan ko'chada va eng xavfsiz davlatdan qochib ketishgan. Bu odamlar kim va ular bilan keyin nima bo'lganini bugun bilib olasiz. Sizlar bilan Aziz Habibullayev Togun Here kanalida. Videoga avans bilan like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizni so'rayman. Chunki meni videolarimni 80% dan ko'proq odamlar obunasiz ko'rishadi va qancha ko'p like yig'sa, shuncha tezroq va sifatli video chiqarishga menga motivatsiya bo'ladi. Hammaga kattakon rahmat. O'g'irlik juda ham effektli bo'lgan. Bu tarixga 20 yildan ko'proq vaqt bo'lgan bo'lsa ham, hali ham bir xil savollarga javob topilmagan va hech qachon topilmaydi deb o'ylayman. Bitta narsa aniq, yigitlar boshqalarga qaraganda ko'proq olmoslarni o'g'irlashgan. Agar Harry Potter kinosi hayotda bo'lganda ham Greenkids bankidan o'g'irlangan narsalarning narxi o'g'irlangan olmoslarning narxiga yetmasida va biz bu o'g'irlikni nuqtasigacha o'rganib chiqamiz. Videoning davomidagi vaziyatlar Belgiyada joylashgan kichkina shaharchada bo'ladi. Antwerpen, 17-fevral 2023-yil, dushanba, soat 7:30. Detektiv Patrice Pace ishga ketishga tayyorlanayotganida, shu payt u politsiyadan qo'ng'iroqni qabul qiladi. Inspektor detektivga aytadi: Antwerpen Olmos ko'chasida o'g'irlik bo'ldi. Detektiv Pace va uni yordamchisi 30 minutdan so'ng binoning yonida edi. Detektiv binoga kirmasdan oldin yomon vaziyat bo'lganini bildi. Odatiy kunlari ertalab soat 8 da binoning yonida hech kim bo'lmasada, lekin hozir esa binoni odamlar o'rab olishgan edi. Odamlar nima bo'layotganini tushunmayotdi. Kimdir yig'lardi, kimdir esa baqirardi. Detektiv yordamchisi bilan bankka kiradi va o'sha payt omborni onlayn boshqarib turadigan xavfsizlik kompaniyasiga telefon qiladi. Dispetcher telefonni ko'taradi va undan so'rashadi: xavfsizlik datchiklari bugun kechasi Antwerpen olmos omborida ishga tushganmi? Dispetcher javob beradi: uni ma'lumotlari bo'yicha hech qanaqa signal yo'q va hammasi nazorat ostida va hozir ham zaxiraga kirish yopiq va himoyalangan deydi. Qo'riqlash xizmatiga telefon qilayotgan detektiv Pace va unga dispetcher hammasi nazorat ostida deganida u zaxiraning ichida turib o'g'irlangan zaxirani va ochilgan seyflarni ko'radi. Polda esa olmoslar va oltin taqinchoqlar yotgan edi. O'g'irlik bo'lgan joyni detektiv o'rganib chiqqanda bu dunyodagi eng qimmat olmos o'g'irligini tushunib yetishadi. Ombordan o'g'irlangan narsalarning narxi 100 million dollardan ko'proq edi. O'g'rilar imkonsiz ishni qilishgan edi. Olmoslar saqlangan joyni o'marish mumkin emas deb aytishardi. Lekin keling, vaziyatni yaxshiroq tushunish uchun vaqtni ozgina orqaga qaytaramiz. 16-asr Antwerpen. Aynan shu joyda birinchi olmos sotuvchilari olmosni tozalashni va polirovka qilishni boshlashdi. O'zi olmos biz ko'rishga o'rganib qolgandek chiroyli emas. Antwerpenda ishlaydigan sotuvchilar xunuk olmoslarni tozalashni boshlashadi. O'zlari olmos uskunalari bilan va olivka yog'i bilan va o'zlarini uskunalari bilan qirralik, biz ko'zimiz o'rganib qolgan brilliantlarga aylantirishadi. Simmetrik, chiroyli va silliq olmoslarga. O'sha yildan boshlab New York, London yoki Dubay emas, faqat Antwerpen olmos poytaxtiga aylanadi. Bu kichkina Belgiyada joylashgan shaharda
dunyodagi 80% olmoslar aylanadi. Antverpenda olmos bilan ishlash bu har kunlik ish. Xuddi Qatarda yashab neft bilan shug'ullanishdek. Hattoki 1990-yillarda Antverpenda dunyodagi birinchi olmos politsiyasi paydo bo'ladi. Ular faqat olmos bilan bo'lgan jinoyatlar bilan shug'ullanishardi. O'zi ko'pincha detektivlar kontrabanda bilan, ya'ni olmoslarni noqonuniy olib kirish va olib chiqish ishlari bilan shug'ullanishardi. Masalan, ular Mr. 3000 karat degan odamni tutishganida, uni 3000 karat o'g'irlab davlatdan chiqib ketayotgan deb qo'lga olishadi. Olmos uni ko'tida edi. Agar 3000 karat qanchaligini bilmasangiz, bu yarim kilo olmos degani. Hajmi esa tennis koptogidek. Katta tennis koptogidek. Mayli, keling endi Antverpenga qaytamiz. Antverpenda joylashgan Brilliant rayonida 90% brilliantlar oldi-sotisi bo'lardi. Bu ko'chada hamma binolar faqat bitta ishni qilardi. Olmos tozalashadi, olmos sotib olishadi va olmos sotishadi. Va shu kichkina rayonda butun dunyodagi odamlar olmos oldi-sotisi bilan shug'ullanishadi. Induslar, xitoyliklar, afrikanlar, yahudiylar, ular hammasi qo'lida kichkinagina chemadon bor. Uning ichida esa minglab dollarlar olmoslar bor. Hech kim hech qachon turgan odamlarning qo'lidan chemadonlarni tortib olish haqida o'ylab ham ko'rishmagan, chunki buni hech qanaqa foydasi yo'q. Brilliant rayoni eng qo'riqlanadigan rayon deb hisoblanadi. Rayonga kirish yo'li ataga 2 dona va ikkita tarafdan ham xavfsizlik xizmati ishlaydi. Va mashina kirish uchun sizni u yerda ofisingiz yoki juda ham taniqli olmos sotib oluvchi bo'lishingiz kerak. 3 ta binoda 60 ta kamera joylashgan va ularni har doim politsiya kuzatib turadi. Agar odam rayonga kirsa, uni har bir qadami videoga olinib turadi. Ish kunlari esa har kuni ko'chani ichida politsiya tekshirib yurardi. Aynan shu ko'chada ichida Antverpenskiy Brilliant binosi joylashgan edi. Binoga har kirgan odam kirishdan oldin bejigini ko'rsatish kerak edi. Ya'ni hech kim tekshiruvsiz binoga kira olmas edi. Binoning ichida esa albatta yuzlab kameralar bor edi. Olmos binosini asosiy afzalligi bu olmos ombori edi. -2 etajni yerni tagida 30 santimetrlik qalinlikda 3 tonna vazni ega eshik kichkina to'rtburchak joyini qo'riqlab turardi. Xonada 100 dan ortiq seyflar bor edi. Seyflarning ichida esa 100 million dollardan ortiq olmoslar bor edi. Va omborning ichiga kirish uchun sizni u yerda seyfingiz bo'lish kerak edi. Eshik 2 etapda ochilardi. Birinchisi bu 4 talik kod, ikkinchi etap esa bu kalit edi. U kalit esa faqat ombor axranasida bor edi. Omborning ichida kameralar yo'q edi. Seyfga kim nima qo'yganini bilmashligi uchun. Lekin o'g'irlikka qarshi yetarlicha uskunalar bor edi. Harakat detektori va issiqlik detektori xonani skaner qilardi va omborning ichiga kimdir kirishi bilan uni aniqlashardi. Hamda seismicheskiy detektor bor edi. Birinchi bo'lib u drelga qarshi chiqardi. Agar kimdir seyfni yoki eshikni ochmoqchi bo'lsa, bu haqida tez aniqlanardi. Patologda esa svet detektori joylashgan edi. Agar xonada kechqurun kimdir svetni yoqsa yoki svet paydo bo'lsa, detektor buni aniqlardi. Hamda eshiklar yonida magnitlar joylashgan edi. Ular faqat eshiklar yopiq bo'lganda birlashardi. Bu magnit faqat onlayn xavfsizlik boshqarmasidan boshqarilishi mumkin edi. Agar ish tugagan payt magnitlar ochilsa, xavfsizlik boshqarmasi buni aniqlashardi va politsiyaga yetkazishardi. 5-6 minut ichida politsiya xodimlari Brilliant ko'chasiga yetib kelishardi. Xullas, bitta so'z bilan bu joyni omarib bo'lmasdi. Lekin 15 fevral 2003-yil detektiv seyfni ichida turib nima bo'lganini tushunisha olmayapti. Chunki o'g'rilar bitta ham iz qoldirishmagan edi. Qanday qilib ular omborga kirishgan va qaysi yo'l bilan uni tark etishgan? Bu mukammal jinoyatni qaysi geniy qilganini hali ham aniq emas edi. Dunyoning eng zo'r o'g'irligi ushbu vaziyatdan 3 yil oldin boshlanadi. Antverpenga Leonardo Natter-Bartolo keladi. Uni yoshi 50 dan ozgina o'tgan edi. Italiyalik Leonardo yaxshi ko'rinardi. Odamlar bilan yaxshi chiqishardi va Antverpenning o'rtasida kichkina kvartirani arendaga oladi. Kichkina kravat va kichkina oshxonasi bilan. Leonardo Italiyaning Durinidan edi. U yerda u zargarlik bilan shug'ullanardi. Antverpen Leonardo uchun mahsulot topish uchun eng zo'r joy edi. Leonardo Antverpen olmos binosida o'ziga ofis arendaga oladi. Shu bilan u binoda bo'layotgan narsalarni yozib yurishi mumkin edi. Hamda u yaxshi axranani o'rganib chiqardi. Ular bilan muomala qilardi va ularning ko'zida yaxshi ko'rinishga harakat qiladi. Salom alayk, kichkina hazil-huzurlar, bular hammasi ko'proq detallarni yig'ish uchun edi. Lekin Leonardo bekorga ham bu ofisni arendaga olmagan edi. -2 etajda Leonardoni endi
kichkina seyfi bor edi. 2 yil ichida u Belgiyada va Italiyada oilasi bilan yashaydi. Italiyaga qaytishi bilan u o'z jamoasi bilan olingan ma'lumotlarni yaxshilab o'rganib chiqishni boshlashadi. Jamoadagi har bir odam o'z ishini professional edi. Bittasi mutlaqo hamma eshiklarni ocha olardi. Ikkinchisi xohlagan kalitingizni kopiyasini yasardi. Uchinchi odam esa signalizatsiyalarni o'chira olardi. Detektiv aytishi bo'yicha, ular o'zlarini planlarini nafaqat qog'ozda, balki binoni birga bir kopiyasini ham Italiyada yasashgan. Politsiya bu joyni topmagan bo'lsa ham, lekin bu joy borligiga 100% ishonishadi. Chunki bunaqa xatarlik joyni bunaqa xatolarsiz va bunaqa tezlikda qilish imkoni yo'q edi. Rejaga 100% tayyor bo'lish uchun ularga 2 yil vaqt ketdi va shanba kuni kechqurun o'z rejasini qilishga qaror qilishdi. 15-fevral 2003-yil shu payt Antwerpenda tennis bo'yicha xalqaro turnir bo'lish kerak edi. Sovrin esa oltin raketka, olmoslar bilan yasalgan koptoga bilanadi. O'g'rilik kechasi soat 12 da boshlanadi. O'g'rilar mashinada Brilliantvoy kvartalga kelishadi. Ular kirish yoniga to'xtashadi, chunki ichkariga kirishlari mumkin emas edi. Bu ko'cha Brilliantvoy rayonga tegishli bo'lmagani uchun uni kameralar qo'riqlab turmas edi. 2-3 odam sumkani olib politsiya boshqarmasidan o'tib ketishadi va olmos binosiga yo'l olishadi. Politsiya budkasidan hech kim ularni to'xtatmaydi. Garajdan kirish asosiy eshikdan kirishdan osonroq edi. Asosiy eshikdan kirish uchun u yerni ofis biletini ko'rsatish kerak edi. Orqadagi garajdan kirish uchun esa bilet kerak emas edi. O'g'rilar zamokni buzishadi va ichkariga kirishadi. Liftni ishlatishdan ko'ra o'g'rilar zinadan -2 etajga tushishadi va endi ularning to'g'risida 3 tonnalik eshik bor edi. Faqat bir dona eshik millionlab dollarlardan ularni ajratib turardi. O'g'rilar mutlaqo qorong'ilikda eshikni buzishadi, chunki ular svetni yoqishsa, nur detektori ularni sezib qoladi va 3 minutdan so'ng binoni politsiya o'rab oladi. O'g'rilar jamoasi xatolik qilishga haqqi yo'q edi. Eshikda 4 talik kod bor edi. Leonardo kodni teradi va eshik ochiladi. Detektivlar hali ham bilmaydi qanday qilib u eshikni kodini topganini. Ular aytishadi, Leonardo oxirgi marta seyfga kirganida u yonida kamera bor edi va охрана parolni terayotganda u bu narsani videoga oldi deyishadi. Endi keyingi zamok va u faqat haqiqiy kalitdan ochilardi. Leonardo ko'p marotaba omborga tushganda охрана eshikni ochish uchun har doim yonidagi xonaga kirishga ahamiyat berishadi va u yerda o'g'rilar kerakli kalitni topishadi. Agar ular kalitni topmaganda ham ularning jamoasida hamma eshiklarni ochadigan professional o'g'ri bor edi. Eshikda yana 2 magnit bor edi. Eshik ochilishi bilan trevoga ishga tushardi. Shuning uchun o'g'rilar 2 magnitni otvertka bilan chiqarib tashlashadi. O'g'rilar eshikni ochishadi va omborga kirishi bilan eng yoqimli ovozni eshitishadi. Jimjitlik, hech qaysi bir signalizatsiya ishlamagan edi. Birinchi bo'lib, bo'yi eng uzun odam patologdagi nur datchikini izolenta bilan yopadi. Endi o'g'rilar svetlarni yoqishlari mumkin edi. Undan oldin esa hamma ishlarni mutlaqo qorong'ida qilishgan edi. To'xting, qolgan datchiklarchi? Aynan shunaqa savol eng diqqatli odamlarda paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu savolning javobi esa juda ham oddiy. O'g'irlikdan bir kun oldin Leonardo omborga tushganida o'zi bilan lakni olgan edi va omborda yolg'iz qolganda u harakat va issiqlik sensorini lak bilan bo'yab qo'ygan edi. Ularning rejasi o'xshadi, lekin lak qancha ishlashini davom etishini hech kim bilmas edi. Shuning uchun ular o'zlari bilan shvabrini olib olishgan edi. Shvabraga pinoplastni yopishtirishadi va issiqlik detektorini to'g'risiga qo'yishadi. Endi qolgani ularning texnikasidan edi. O'g'rilar seyflarni ochishadi, olmos va boshqa taqinchoqlarni omarib sumkalariga solishadi. 1-2 soatdan so'ng ular yarimdan ortiq seyflarni ochib, sumkalarni to'ldirib bo'lishganda. Nimaga ular hamma seyflarni omarmagan deb o'ylaysiz? Chunki ularga boshqa ham sig'magan. Unutmang, ular binoga peshkom kirishgan va xuddi shunaqa peshkom chiqib ketishlari kerak edi. Hamma sumkalarni yig'ib, o'g'rilar chiqib ketishni o'ylashadi, lekin undan oldin yana bitta muammolarni hal qilish kerak edi. Kameralar. Binodagi kameralar 24/7 ishlashini unutmagansiz deb o'ylayman. Leonardo o'rganib chiqdi. Kameralarni hech kim 24/7 kuzatmas edi. Охрана ertalab kelib, kameralarni ko'rib chiqardi. Lekin kechqurun ularni hech kim kuzatmas edi. Shuning uchun ular kameralar joylashgan xonaga kirib, bu kecha yozilgan ma'lumotlarni o'zlari bilan olib ketishadi. Bu ishni qilgan o'g'rilar binoni kirgan yo'llari bilan tark etishadi va 2 jamoaga bo'linishadi. Bitta jamoa mashinada ketadi, ikkinchi jamoa esa boshqa yo'l bilan ketishadi va ular yaqin kunlarda Italiyada ko'rishga qaror qilishadi. 17-fevral 2003-yil o'g'irlikdan bir kundan so'ng detektiv hech qanaqa izlarni topa olmagan edi va qanday qilib ular iz qoldirmaganini tushunishmas edi. Bitta narsa faqat aniq edi.
Bu ishni faqat kriminalniy geniy o'g'irlari bajarishi mumkin edi. Olmoslar binosini o'g'irlagan odamlar Turinskiy maktab o'quvchilari edi. Bu odamlar faqat zargarlik o'g'irliklari bilan shug'ullanardi va ular o'z ishini professional edi. Ularning maktabi xuddi jang klubiga o'xshardi. Turinskiy maktabni eng muhim qoidasi Turinskiy maktab haqida hech kim bilmash kerak edi. Ular har bir qadamini va har bir ishlarini o'ylab chiqishgan edi va detektiv hech qanaqasiga o'g'rini topolmas edi. Lekin Antwerpendan 50 km uzoqlikda joylashgan shaharchadan bir telefon keladi va bu ishni mutlaqo o'zgartiradi. Pensioner August Van Kve Antwerpendan ozgina uzoqda yashardi va uni kichkina yeri bor edi. U esa katta trassani yonida joylashgan edi. U o'z yerlarida yurishni yaxshi ko'rardi va ko'p politsiyaga telefon qilib, uni yeriga mashinadan o'tib ketayotganda musor tashlashdi deb shikoyat qilardi. Va bu safar ham 17-fevral Mr. Vankev o'z yerida axlatni topib oladi va o'sha paytoq politsiyaga telefon qiladi. Politsiya pensioner ko'p telefon qilganiga o'rganib qolishgan. Shuning uchun uni sabrlik bilan eshitishadi. Faqat bu safar axlatning ichida pul va olmoslar bor edi. Politsiya buni eshitishi bilan o'sha paytoq yo'lga chiqadi. O'g'rilar mashinada ketishayotganda axlatlarini ko'chaga tashlab yuborishadi. O'ng chap tomon o'rmon bo'lgan bo'lsa ham, ozgina joy o'sha odamga tegishligida. Turinskiy maktab har bir qadamlarni 100 marotaba qilgan bo'lsa ham, o'rganib chiqishgan bo'lsa ham, o'z axlatlarini oddiy joyga tashlab yuborishadi va bu ularning eng katta muammosi bo'lib chiqadi. Politsiya 2 kun axlatlarni o'rganib chiqishadi. U yerda nafaqat dunyoning har xil pullari va qimmatbaho taqinchoqlarni topishadi, balki ovqatlarning izini ham topishadi. U yerda esa politsiya hali tanimagan odamlarni DNKsini qo'lga kiritadi. Hamda axlatning ichida bir dokument bor edi. Uning ichida bir ofis egasini rekvizitlari edi. Kompaniyaning egasi Leonard Naterbarto edi. Politsiya Leonardni seyfi ochilmaganini aniqlashadi, lekin qanday qilib o'g'rilarning axlatini ichida uni qog'ozlari bo'lishi mumkin edi. Politsiya hamda kasetalarni topishadi, lekin ichida kaseta yo'q edi, faqat korobkalari bor edi. Politsiya tushunib yetishadi. Bu o'g'irlangan video kameralar bo'lishi mumkin deb. Shuning uchun ular 30 kilometrlik joyni tekshirib chiqishadi va bitta kasetani topishadi. Xonada o'nlab detektivlar yig'iladi. Ular kasetani playerga qo'yishadi va play tugmasini bosishadi. Hozir ular o'g'rilarni yuzlaridan ko'rish kerak edi va televizorda pornografiya topishadi. Ular topgan kaseta o'g'rilarga emas, boshqa odamlarga tegishli bo'lib chiqadi. Lekin axlatning ichida Leonardo Naterbarto haqida ma'lumot chiqqani uchun uni orqasidan kuzatishni boshlashadi. Politsiya uni ofisiga boradi va uyiga kelgandan so'ng uni uyini poloslarida kichkina yashil toshlarni topishadi. Axlatlardan topilgan dalillar tufayli politsiya 4 ta odamni qo'lga kiritishadi. Ularning ichida Leonardo Naterbarto ham bor edi. Savol-javoblarda ularning hech qaysi hattoki bitta so'zni ham aytishmaydi. Sud qarori bo'yicha Leonardoga 10 yil qamoq jazosi berishadi. Uni hamkasblariga ozgina kamroq vaqt berishadi. 2009-yil 6 yildan so'ng Leonardo qamoqdan chiqadi. O'shanda u birinchi va umridagi oxirgi intervyuni beradi va ozgina o'z hayoti haqida aytib beradi. Birinchi o'g'irlikni Leonardo 6 yoshligida qilgan edi. Onasi unga pul berib, sut olib ketishga jo'natgan edi. Leonardo qaytib kelganda, uni qo'lida sut va onasi bergandan ko'proq puli bor edi. Sotuvchi uxlab qolgani uchun u vaziyatdan foydalanib, sotuvchini o'margan edi. Ota-onasi bu ish uchun uni urishgan bo'lsa ham, lekin Leonardo o'z karyerasini davom ettiradi. 4-sinfda u ustozlarning sumkasidan pul olmaradi. 16 yoshligida u mashinalarni olib qochishga tushadi. 30 yoshga to'lganda esa Leonardo o'z jamoasini yig'adi. Uni hamma kasblari eng zo'r professionallar edi. Zamoklar ochishdan, signalizatsiya buzishdan va kalitlar yasashdan. Antwerpendagi olmoslar binosini o'marishi esa uni shedevr ishiga aylanadi. Detektiv Patrick Pace hali ham o'ziga savol beradi. Nimaga bunaqa aqlli odamlar yaxshi oilada o'sgan bo'lsa ham shunaqa yomon ishlar qilishadi? Chunki ular o'z aqllari bilan minglab odamlarga foyda berishlari mumkin edi. Va bu oxirgi savol emas edi. Bir xil savollarga 20 yildan beri javob topisha olmayapti. Bu o'g'irlikni zakashishga kim edi? Binoning to'liq kopiyasi, 2 yil xodimlarga pul to'lash. Bu hammasi arzon narsa emas edi. Noaniq ma'lumotlar bo'yicha Leonardoning akasi Sitsiliyskiy mafiyaning muhim odami bo'lgan va u ularga pul to'lagan. Hamda boshqa odamlar qani? Dalillar bo'yicha ovqatlarning ichida boshqa odamlarning ham DNKsi bor edi.
Detektiv aytishi bo'yicha, o'g'irlikda 10 tadan ko'proq odamlar qatnashgan, lekin faqat 4 donasini qo'lga olishgan. Va eng muhim savol, pullar qani? O'g'rilar hisobi bo'yicha, ular 100 million dollardan ortiq olmoslarni o'g'irlashgan. Aniq summasini hech kim bilmaydi va o'g'irlikka uchragan 50% dan ko'proq odamlar politsiyaga bu haqida aytishmagan, chunki olmoslarni aniqlash mumkin emas. Va hamda hozir ham olmos savdosi bu qora bozorga kiradi. Shuning uchun siz yo'qotgan yoki topib olgan olmosni umuman ajratib bo'lmaydi. Ehtimol hamma olmoslar sotib bo'lingan yoki o'g'rilar ular o'zlari sotib olishgan yoki esa zakazchikka olmosni berishgan, u esa o'zi sotib yuborgan. O'g'irlangan olmoslar yana qayta Antwerpenga qaytib yana bozorga chiqqan bo'lishi mumkin. Yoki esa sizda olmoslik taqinchoqlar yoki soatlar bo'lsa, kim biladi, balki bular o'g'irlangan olmoslardan qilingandir. Sizlar bilan Aziz Habibullayev Togen Here kanalida edi. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib menga obuna bo'lib qo'ying. Bu menga ko'proq sifatli video chiqarish uchun motivatsiya bo'ladi. Hammaga katta rahmat.